Oh, Minecraft seni qanchalik sog'indim ha. A few moments later. Hammaga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan yana Habibcraft. Bolalar, короче, men kanalimdan ketishimga o'z sabablari bor edi. Endi men qaytdim kanalimga, to'g'ri 1-2 oy ketib o'zingcha endi men so'raman deb o'ylabsan deysizlar kommentariyada. Meni hech kim tanimasligi mumkin, lekin men o'zim harakat qilaman. Baribir men katta bloger bo'laman. Va o'qishlarim bor edi, gribidim va endi yangi zo'r videolar chiqishni boshlaydi. Sizlar poddesh qilib, obuna va like bosib qo'yinglar. Men yangi blogerman to'g'ri, lekin anchadan beri Minecraftga qiziqaman. Sizlar poddeshkalaring bilan ancha men ahvatim ko'tarilib, balkim zo'r bo'lib ketarman. Agar men oyning oxirigacha 1000 ta bo'lsam, blogerlar bilan bitta ko'rishib boraman. Masalan, Reker yoki-da Hacker. Agar ular ham bo'lmasa Jawha bilan ko'rishaman yoki Artifact bilan ko'rishga harakat qilaman yoki 1 million ta yoki 900 ming ta bo'lsak, bu katta natijalar to'g'ri, lekin agar shunday bo'lsa hamma Minecrafterlarni yig'ib bitta restoranga o'tiramiz va obunachilar ham kelishi mumkin. Inshaalloh men shularni niyat qilib qo'yganman. Sizlar kanalimga obuna va like bosib meni kuzatib borsalaring, men sizlarga zo'r videolar chiqarib, keyingi videolarimgacha hamma ishlarimni ko'rsatib boraman. Reklama yoki bironta men bilan birga o'ynashga admin yoki hamkorlik qiladiganlar bo'lsa, bemalol menga yozishlaring mumkin Telegram kanalimga va tezda hozir kanalimga obuna bo'lib qolsalaring, keyingi videolargacha balkim sizlar ham chiqib qolishlaring mumkin. Qolganlar esa keyingi videoda mazza qilib sovg'alar yutib olishi yoki mana shuni o'tirib olib bemalol meni kanalimni ko'rishlari mumkin. Bolalar, shu qizga yordam beraylik. Bu kishi horror serial va videolar oladi. O'tib qo'yib, obuna bo'lib va kommentariyada Habibcraft o'z kanalidan deb qo'yinglar va masalani reklamaga olib chiqaman o'zim bilan. Bu kishi sizlarni zeriktirib qo'ymaydi degan umiddaman. 100 ta obunachidan keyin bular ham biz bilan birga video oladilar yoki ovoz beradilar. Shuning uchun o'tib obuna bo'linglar. Keyingi videolarimni kutib qolinglar. Hammaga xayr.